2016-yil Toshkentga bordim. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovni oldiga kirib borganman. U kishidan ruxsat olib, xalqqa, shifoga, yordamga, kelajak yomonliklarni qaytarishiga kirib borganman. 25 kun qiynalib qaytib kelganman. Buni isboti dalil sifatida ana bu kirib borgan biletlarim 2 avgust 16-yilda borganman, 27 avgust 16-yilda qaytganman. 25 kun davomida. Bundan tashqari 25-yanvar 16-yilda ana shu sistema Allohdan aytilgandan keyin shu sistema orqali davlat, xalq, prezident kelajagi uchun yomonliklarni qaytarishiga ko'p xizmatlar qildim. Bundan tashqari 25-may 16-yilda ham bu ishlar davom etgan. Beminnat xizmat Allohdan, millatim, xalqim uchun xizmat qilib kelganman. Bundan tashqari bu energiya AUM sistemasi Sudjo kitobida ko'rsatilgan ekan. Bu kitobni men so'ng qo'limga kirgizganman. Nimaligini bilsam agar Mahmudova Umida Ashurumna familiya, imya, otchеством bilan Alloh tomonidan yer energiyasini vibratsiyasi butunligi o'q kitobda, shu Sudjo kitobida berilgan ekan va u energiya ilmlari, hozirgi nuqtali diagnostika va ishlarini barchasi men bilan uzluksiz bog'liq ekan. Buni men bildim va hozirgacha isbotlarini Allohdan mo'jizalar, karomatlar, shifo topayotganlar bilan dalil sifatida topib kelib ko'rib o'tiribman. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov, sizning qabulingizga Buxoro shahridan kirib kelib, shaxsiy qabulingizni kutmoqdaman. Bu shaxsiy masalada men faqatgina sizga tegishli bo'lgan bebaho qudratli ma'lumotlar hamda dalillar bilan kirib kelganman. Bu dalillar ichida hayot-mamot masalasi hamda yurtimiz taqdiri hal bo'ladi. Vaqtimiz haddan tashqari ozligini inobatga olgan holda sizdan iltimos meni tez qabul qilishingizni iltijo qilib so'rayman. Suyukli farzandingiz Mahmudova Umida. 8 avgust 16-yil. Qo'l nomer telefonlarim bilan qoldirgan xatlarimning birtasi bu. Bundan tashqari 25 kun davomida ko'p martalab bosh o'sha vazirlikka, prezident apparatiga borib, kelib, qiynalib, qonqarshaganman. Ayoqlarim shishib ketib, bor budimni o'sha yerga xarajat qilib, o'z joniga qasd qilishdan chiqarish uchun litsenziya olishim kerak edi. Koronavirusning kelishini oldini olish uchun xizmat qilishim kerak edi va uni izida turgan balo ofatlar va hokazolarni hammasini oldindan ana bu yer diagnostikasi energiyasi bilan Alloh tomonidan bildirilgani uchun borib turib bildirib o'zimga tegishli payt tegishli joyda bo'lishim kerak edi. Ammo bu ishlar bo'lmasligi uchun menga to'siqlar, tuhmatlar, uydirmalar 10 yil davomida to'xtagan emas va hozirgacha razolat, qabohat, jirkanch-chirkin hayot ichida qolib ketdim. Shu sabab men butun dunyo hamjamiyati inson huquqlarini himoya qiladigan jamiyatdan meni haqiqatlarim isbotini himoyalab, meni o'zimni himoyaga olishlarini hamda xalqga, kelajakka umrim jonim boricha xizmat qilishim uchun, yordamga chiqib bilishim uchun imkoniyat, sharoit, vaziyat yaratib berilishini so'rayman va shu uchun murojaat qilyapman. Bundan tashqari AUM kitobi, AUM Mahmudova Umida Ashurumna. Mani familiya, imya, otchеством bilan kelgan narsa bu Sudjo kitobida Pak Jivu muallifi chiqargan ana bu narsalar bor ekan. Bu narsalarni keyin isbot dalilini topganman. Aytib o'tganimdek, bundan tashqari shu energiya orqali diagnostika holatida har bir insonning taqdiri, yer sharining taqdiri va butun dunyo kelajagi uzluksiz bog'liq. Nima demoqchiman? Hammamiz vaqtinchalik bu dunyoda mehmon, abadiy emas biza. Men bor ilmlarim bilan, borligim bilan, bor Allohning marhamatlari bilan qo'limdan kelgancha yer shari vibratsiyasini o'nglashga, xatoliklarni tiklash uchun qilinish kerak bo'lgan o'ta og'ir taqdir va mas'uliyatli, xatarli hayotimni xavf ostiga qo'yib kelganman hozirgacha. Hozir ham shunday. Men qo'rqmayman hech narsadan, chunki men bilaman bir narsani, men shu kun bu dunyodan tark etganimdan so'ng bu ilmlar, bu haqiqatlar o'zim bilan birga ketgandan keyin ko'pi bilan yer shari vibratsiyasi 200 yil, ko'pi bilan 300 yil bor bo'ladi. Undan so'ng Alloh taolo rahm qilishini so'raymiz, ammo lekini bor. Oxirat va qiyomat haq isbotlari hozirgacha har bir aytganim isboti bilan sodir bo'lgan va davom etib kelyapti.
Ana bu narsalarni oldini olish uchun, haqiqatga yordam berish uchun yaxshilar bel bog'lab, qo'l bog'lab, qo'rqmasdan birlashishi zarur manga.